Mana shu telefonlarni ko'rdingizmi? Yangi chiqqan Honor'ning X8D telefoni yangi super qahramon deyishmoqda. Keling, tanishib chiqamiz. Wow, do'stlar, X8D smartfonimizni dizaynini qarang, juda ham o'zgacha qilib ishlangan, inson o'ziga tortadigan. Keling, endi uni ekranni xususiyatlari bilan tanishishdan boshlaymiz. Yorqin AMOLED ekran, 120 Hz yangidan tezligida ishlaydi. Scroll qilsangiz ham ko'zlaringiz dam oladi. Do'stlar, 108 megapiksel kamera bilan suratlaringiz va kadrlaringiz juda ham zo'r chiqadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Qanchalik darajada smartfonimiz sifatli kadrlarni olayotganini hozir bitta suratga olamiz va sizlarga taqdim etamiz. $7000 mAh batareya 2 kun albatta to'liq ishlaydi. 45 watt tez zaryadlash bilan esa 30 daqiqada 50% zaryadga ega bo'lishingiz mumkin. Smartfonimizning yana bir plyus jihatlaridan biri uning RAM xotirasi 8 GB va Honor RAM Turbo orqali 8 GB yana ko'paytirishingiz ham mumkin. Do'stlar, IP65 himoyasi bilan jihozlangan smartfonimiz yomg'ir va suv bilan umuman xavotirlanmaysiz. Endi siz ham super kuchga ega bo'lishingiz mumkin. Izohda qaysi xususiyat sizni hayratda qoldirdi? Yozib qoldiring.